4,5 arxitektorsiz proyekt chizib ko'ramiz. Demak, kirib kelgandan keyin mana bu joyga bir 8 ta zina qo'ysak, mazza qilib chiqamiz bu yoqdan va mana bu yerga katta hol qo'yamiz. Holdan keyin zalga kirib ketsa bo'ladi bemalol. Va mana bu yerda ham qanaqadir xona, mana bu zaldan bironta bu xonaga o'tishimiz mumkin yoki bu yoqdan bitta eshik qo'ysak, bu yoqdan ham o'tib ketsa bo'ladi. Xo'p, undan keyin mana bu yoqda bitta detskiy xona qo'ysak ham bo'ladi bolalar uchun. Va mana bu joyda oshxona qo'ysak. Mana bu joyda tualet, banya qo'ysak, mana bu joyga. Mana bu joyda yorug'lik yetadi. Agar mabodo yana xona kerak bo'lib qolsa, mana bu joyga qo'shib ketishimiz mumkin. Yosh kattalar uchun ham bitta yotoqxona kerak. Endi mana bu joyga qo'yamiz. Qarabsizki, bizda atrof aylangan xona bo'ldi. Keyinchalik mabodo ba'zi mehmonlar endi uyning ichiga olib kirib o'tirish kerak emas. Ular uchun ham bitta mana shu joyga mehmonxona qurib bersak. Katta mehmonxona, mana bu joyda ichida sanuzel ham bo'lsa, mana mehmonlar uchun. Xo'p, mana marhamat, proyektimiz tayyor. Bemalol xonani aylantirib qurilish qilishimiz mumkin. Hamma uchun yetarli xonalar bor. Tayyor. Ana endi ustalar bilan maslahat qilib, sekin qurilishni boshlasak bo'ladi. Umuman bizga qo'shnilarimiz qanaqa joylashuv, quyoshda qayerdan chiqib, qayerga botishini qizig'i yo'q. Eng muhim xonalarimiz ko'p, hamma joyda xonalar bor. Faqatgina ustalar bilan maslahat qilib, endi qurilishni boshlash kerak. Tamom. Agarda bu proyektni biz chizsak, demak, mana bu joyda birinchi navbatda qo'shnilarni qanaqa joylashuvi hisobga olinadi va quyoshni hisobini yaxshilab olib, qayerdan chiqib, qayerga botishini aniqlashtirib, ana undan keyin asosiy binoni qayerga joylashtirishni aniqlashtirib olamiz va xonalarga e'tibor berasizlar, qanaqa joylashtirganmiz. Aynan mana shu 4,5 sotkga kirganimizda mana bu yerda kalitka bilan darvozaxonani alohida qilganmiz. Kalitkaga kirganingizdan keyin kichkinagina mehmonxona va hovli uchun sanuzel tashlab ketganmiz. Va tambur albatta har bitta obyektimizga tavsiya qilamiz. Kirganingizdan keyin mana shu maza qilib oilaga o'tiradigan stol berganmiz. O'ng tomonda oshxona, chap tomonda demak bolalar uchun yotoqxona, quyoshli joyda. Va o'ng tomonda bu yerda mehmonxona joylashgan. Har doim biz yaxshi ko'ramiz mehmonxonani quyoshsiz tomonga olib borishni, chunki kamroq foydalanamiz. Asosan o'zimiz yashaydigan zonani quyoshli xonalari quyoshli tomonga olib o'tishga harakat qilish kerak. Ba'zi mehmonlari, yaqin qarindoshlari ichkaridan olib kirishingiz bo'ladi. Uzoqroq tanish do'stlaringiz bu tashqaridan ham olib kirish imkoniyati bor. Demak, to'g'ridan kirganda detskiy xona tashlab ketganmiz. Yosh kattalar uchun bo'lgan yotoqxona, ichida sanuzel bilan. Общий sanuzelimiz ham anaroq zonada behijolat. Va aynan mana shu yosh kattalar yotoqxonasiga ham oyna qo'yganmiz. Bu tomondan ham, orqa tomondan ham. Sabab quyosh bu tomondan chiqib, bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, albatta bu xonamizga ham quyosh tegadigan bo'lgan. Shu narsa hisobga olingan. Demak, uyingizga qanchalik xarajat qilasiz mana shu holatga keltirguncha ham va mana shu narsalarni qurilishga ham bir xil xarajatingiz ketadi. Qaysi birida yashashni xohlaysiz? Asosiysi mana shu plan tasdiqlangandan keyin quruvchilar uchun ishchi chizma tayyorlab beramiz, sababi qurilishda xatolar bo'lmasligi uchun. Demak, bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, podval plan, birinchi qavat plan, demak, katlovan chizmalari, podushka chizmalari, qora yopmalari detal mana shunaqa ko'rsatilishi kerak. Qurilishda ortiqcha xarajatlar, xatolar bo'lmasligi uchun. Marhamat, fasadlarni ko'rishingiz mumkin. Sizlar uchun renderlari maxsus ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda renderlari ham tayyor bo'ladi. Uyingizni oldindan qanday bo'lishini ko'rish imkoniyati sizda bo'ladi. Agarda sizda shunaqa uy loyihasini chizdirish maqsadi bo'lsa, siz yeringizni sotuq necha qavatli qurmoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring.